O'zbekiston bir oyda Yaponiyadan o'zi ketadi, prezident bilan uchrashsam bas degan asosiy videoning 12-minuti 35-sekundidan 12-minuti 38-sekundigacha Abduvahab Kurhonboyev yuqori yazikdagi tillar bilan tuzilgan degan so'zlarni aytgan. Biroq shu videoning 27-minuti 31-sekundidan 27-minuti 34-sekundigacha u ya'ni bu dastur ASEM riyasiga tuzilgan degan. Demak, Abduvahab Kurhonboyev nafaqat dastur asosan yuqori darajali dasturlash tilida yaratilgan yoki yozilgan deyishga aqli yetmay, dastur asosan yuqori yazikli tillar bilan tuzilgan deb aljiragan holda bu fikr mazmunini buzuvchi va o'zbek adabiy tiliga mutlaqo zid bo'lgan so'zlarni aytish bilan bir qatorda u assembler degan dasturlash tili past darajadagi dasturlash tili ekanligini ham mutlaqo bilmasligini yoki bunday haqiqatni o'z muxlislaridan yashirmoqchi bo'lganligini yaqqol namoyish qilgan desak, bu fikr ham sira xato bo'lmaydi deb o'ylayman.